Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, hurmatli aka-ukalar. 2026-7-yil sanasida akalarimiz yo'l bo'yiga chiroq qilib mashina bozor qilishgan ekan. U manzillarimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvadan kelish bu tomoni Farg'ona. Ko'rishlar mumkin. Shunday qilib paxta va svetofor o'tgani yo'l bo'yiga chiroq qilib mashinalarni berib qo'yishibdi. Sizlarga qo'ldan kelgancha narx-navolar bilan tanishtirib boraman. Like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar aka-ukalar. Xo'p, Nexus 3 mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari absolyutni top-toza, 90 ming probegda yo'l bosib o'tgan ekan. Xo'p, narxi 8700. Aloqaga chiqlayman, telefon nomerlari yozib qo'yishgan. Hamma navorotlar qilingan, sunnatiga o'tib berishar ekanlarimiz. Bu tomonda Cobalt mashinasi 2020-yilda ishlab chiqarilgan, 88 ming yo'l bosib o'tgan. To'rtta yumshoq balon, propan gazlar qo'yib qo'yilgan, minishga tap-tayyor mashina, kraskalari absolyutni top-toza. Hop. 9600 so'rashyapti, telefon qilsalaring, xohlasa sunnatiga o'tib berishar ekan. Bu tomonda Damas 2025-yilda ishlab chiqarilgan, to'rtta yumshoq bo'lib metan gazlarni ustidan yoqib qo'yilgan. Bular hamma navorotlar qilingan, hamma mashina. Nexus ham, Cobalt ham, Damas ham. Minishga tap tayyor, kraskasi top toza. 2025-yilda ishlab chiqarilgan 37 ming yo'l bosgan. Qo'ldan kelgancha tanishtirib boryapmiz. 6700 kam bor ekan. Aloqaga chiqsalaring, murojaat uchun telefon nomerlari yozib qo'yishgan. Xo'p, aloqaga chiqsalaring, sunnatiga akalarimiz o'tib berishadi. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turasizlar. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu tomon Farg'onadan kelish, bu tomoni bo'lsa Quva tumani. Sentriga ketish. Endi yo'lni bo'yiga mana qo'yib qo'ygan. Akalarimiz ishlarini chiroyli qilib o'tkazib berishadi. Telefon nomerlari mana. Kanalimizga mehmon bo'lsalar, podpiska bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Adda sizlar uchun xizmatdamiz.